Assalomu alaykum. Men metropolitendan keldim. Nazarbek sanatoriyasiga. Birinchi marta kelishim edi. Yoqdi menga. Judayam yaxshi. Ko'proq bu yerda mineral suvlar bilan davolashar ekan. Elektroparezlari bor. Xohlasangiz, tashxis bilan ukollaringizni olib kelsangiz, ularni ham qilib qo'yishar ekan vaqtida. Ertalablar mineral suv ichgan chiqamiz, sayrga boramiz. Basseinlari bor. Undan tashqari yana 3 mahal ovqat. Ertalab, obedda, kechqurun ovqatlari ham juda ham mazali. Bu yerda ishlovchilar ham juda ham muomalalari yaxshi odamlar ekanlar. Xudo xohlasa, keyingi safar oila a'zolarimdan ham 1-2tasini olib kelmoqchiman. Mana shu kelayotgan hayit bayrami bilan shu yerda ishlovchilarni hammasini bayramlar bilan tabriklayman. Sizlarga ham maslahat beraman shu yerga kelib dam olishinglarni, davolanishinglarni. Lekin afsus chekmaysizlar. Hamma lecheniялari yaxshi. Menga yoqdi.